olmasamız bizlerni bu dertke yok davalar olmasamız bizlerni alıp tabrik sözlerini devam ettiramizda hozir Surxondaryolik aziz mehmonimiz Yoqub aka Mengloqulovni mikrofonimiz yoniga chorlaymiz. Yoqub aka marhamat, davramiz siz uchun muntazir. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum do'stlar, xudolar deb yoribman. Hayajonlanganimdan kursdoshlar avvalambor mana shu yaxshi kechani tashkil qilgan domlarimizga, do'stimizga kattadan katta rahmat aytaman va oilam nomidan, hamma do'stlarimiz nomidan bu kishiga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Farzandlarining baxtini, iqbolini ko'rsin. Nevaralarni, chevaralarni baxtini ko'rsin. Ularni katta qilib o'stirib yurishda u kishiga kuch-quvvat, bardamlik tilayman. Doim sog'lik tilayman. Do'stlar, qarang, kechagina biz xayolimda vaqtning tez o'tishini, kechagina biz universitetga kirib, o'qib, shoshib, bir-birimizni to'tishib, o'tib o'qib yurar edik. Mana qarang, 46 yil o'tib ketibdi. Hash-bash degancha 46 yil. Aytishimizga oson, lekin juda tez o'tib ketgan. Mana shunday, meni xayolimda mana shunday bo'lgan. Mana 46 yil kursdoshlarimiz bilan mana shu Surxondaryo viloyatida barchamiz birgalikda ko'ngil yaqinlar bilan mana shu yerda o'tirib, do'stlashib, dildan suhbatlashyapmiz. Men mana shu suhbatdan foydalanib, barchangizga uzoq umr tilayman, sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Qo'shganlaringiz bilan qo'shaqlaring baxtli bo'ling. Nasib bo'lsa, barchamiz 100 ga kirganda ham mana shunday davramizni yanada keng olib, mana shunday o'tirishni hammamizga nasib qilamiz. Hammangizga kuch-quvvat tilayman, farzand baxtli qo'llarni ko'rib berishni niyat qilaman. So'z berganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham tabrik so'zlaringiz uchun. Darhaqiqat mana shu go'zal diyorimizda, farovon diyorimizda sizlarning yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, mehr-oqibat tark etmasin degan biz yana so'z navbatini Surxondaryolik tashrif buyurgan aziz mehmonimiz Oltiyev Oston aka, qolaversa Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan mehmonimiz Ortiqov Eshquvvat akani mikrofonimiz yoniga chorlaymiz. Marhamat. Aziz do'stlar, biz yuqorida aytganimizdek taklif bo'lganki, uchrashuvga kelgan har bir mehmon tabrik so'zi aytishi kerak. Demak, biz kelishganimizdek Oltiyev Oston aka, Ortiqov Eshquvvat aka mikrofonimiz yoniga sizlarni chorlaymiz. Assalomu alaykum. Aziz do'stlarim, hammalaringizda shu o'tirish bilan, o'tirish bilan sog'-salomatlik bilan sizlarni tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sog'-salomatlik, oilaviy baxt, doimiy ishlaringizda rivoj bo'lsin. Hayotda shunday bir yashash kerakki, oliy janob bu, sog'-salomatlik bo'lsin, sog'lik bo'lsa ekan, hamma desa bo'ladi. Mayli, sog'-salomat bo'linglar. Sinfdoshlar, kursdoshlar, kursdoshlar ketgan beri. Kursdoshlarda o'zi biz rahmat sizlarga so'z berganingiz uchun. Rahmat tabrik so'zlaringiz uchun. Aziz do'stlar, davramizda Samarqand viloyatidan tashrif buyurgan Hoji bobo Bahriddin aka Sa'dullayev qatnashyapti. Mikrofonimiz yoniga chorlaymiz. Qolaversa poytaxtdan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz Sobirov, Qodirjon aka, Ikrom va Nazokat aya sizlarni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum. Aziz yo'ldoshlar, kursdoshlar. Mana bugun juda ajoyib kun. Mana shunday kunda tashrifchilarga avvalambor juda katta rahmat. Shu qalbdan hammamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz.
mana Otajon Boshlik, Surxondaryolik do'stlarimiz bugun bizga ajoyib xizmat qilyapti. Ajoyib bir kayfiyat ato etyapti. Chunki bugun biz 50 yil orqaga qaytib, o'sha yoshlik, beg'ubor yoshlik davrimizda hosil bo'lgan do'stlik tuyg'ulari bilan suhbatlashib, diydorlashib o'tiribmiz. Mana shunday yaxshi kayfiyatga, shunday yaxshi baxtga bizga atayotganlarga beadad katta minnatdorchilik bildiramiz. Albatta mana shu kunlarga bizni yetaklab kelgan narsa bu bizning o'sha beg'ubor yoshligimizda hosil bo'lgan bir-birimizga bo'lgan mehr tuyg'umizdir. Mana shu mehr tuyg'umiz yana yangi qolmasin. Bundan da ziyoda bo'lsin. Mana oramizda juda ko'pchilik, mana 150 kishi bo'lib turgan bo'lsak, shundan juda ko'pchilik bugun oramizda yo'q. Ba'zilarimiz o'tib ketdilar u boshqa dunyoga. Ularning ruhlari shod bo'lsin deymiz. Ba'zilarimiz bu kasalligimiz yoki boshqa bir sabablar bilan mana shu yerga bugun yetib kelolmay turibdi. O'shalarning ham kelgusi safar uchrashuvlarga sog'ayib qatnashib kelishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Mana shu hamisha bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Mana shu yoshlikda bergan ko'ngil ayrilmas balo bo'lur degan ajoyib bir mana shu Erkinboyevning so'zlari doim bizga mana shunaqa kayfiyat yaxshi ado etib turishini istab qolamiz. Rahmat. Yaxshi kayfiyatda yana o'tiring. Rahmat Hoji bobo. Nazokat aya, keling. Demak, davramiz siz uchun muntazir. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli kursdoshlar, donalar, qizlar. Hammalaringni bugungi diydor oqshomi bilan tabriklayman. Hammalaringiz sihat salomatlik, uzoq umr, hamisha mana shunday yosh bo'lib, har doim bir-birimiz bilan mana shunday diydorlashib turish hammamizga nasib bo'lsin. Mana hozir Bahrijon aytganlaridek, oramizda juda ko'pchilik do'stlarimiz yo'q. Ularning oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Hamisha ular biz bilan barhayotlar. Har doim ularni eslaymiz, haqlariga duolar qilamiz. Iloyim hammamiz qolgan barchalarimiz mana shu g'animat dunyoda bir-birimiz bilan diydorlashib turish nasib qilsin. Hammamizning umrlarimiz uzoq bo'lsin. Farzandlarimizga, nabiralarimizga rohatlarini ko'rib yurish hammamizga nasib qilsin iloyim. Mana shunday nimani tashkil qilgan urfadoshimiz, do'stimiz Ochildiga ming rahmatlar aytamiz. Iloyim bolalariga bosh bo'lib, hamisha sog' bo'lib, Gulchehraxon bilan qo'sha qarib, farzandlar, nabiralar rohatlarini ko'rib yurishsin iloyim. Hech qachon kasal bo'lmanglar, sog' salomat bo'linglar. Hammalaringga tinchlik, sog'lik, uzoq umr tilayman. Rahmat hammalarga. Rahmat Nazokat aya, tabrik so'zlaringiz uchun. Bir donishmandga savol berishibdi. Dunyoda eng yaxshi ko'rgan narsangiz nima desa, nabiramni ovqat yeb turganini tomosha qilish degan ekan. Ha azizlar, bolamning bolasi nabiraginam deb Nazokat aya aytganday nabiralar rohatini ko'ringizlar deya biz yana so'z navbatini hurmat va ehtirom bilan Surxondaryolik mehmonimiz Soqi Erkin aka, qolaversa Samarqandlik mehmonimiz O'rinboyeva Matluba ayani davramizga chorlaymiz. Marhamat. Matluba ayadan keyin so'z navbatini biz tayyorlanib tursin. Xudoyberganova Komila aya Qashqadaryodan tashrif buyurdi. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli aziz kursdoshlar, dugonalar. Mana bugun bir ajoyib kunda diydorlashib o'tiribmiz. Bu o'tirish juda bir ajoyib o'tyapti. Hamma bir nuroniy, yuzida nur yog'ib turgan buvijonlar, bobojonlarni ko'rib o'tiribman. Hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman.
bag'rida, e'zozda baxt kamollarni ko'rib yurish hammamizga nasib qilsin. Bu uchrashuvni mana Surxondaryo viloyatiga tashkil etgan mana kursdoshimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunday diydor uchrashuvlar bo'lib turaversin. Hammaga mana shunday kunlarga kelish nasib ro'z aylasin. Bugun ishtirok etolmayotganlarga kelgusi yil ishtirok etish nasib etsin. Hammalarimizga yana bir bor sog'lik, salomatlik, qarilik gashtini uzoq yillar farzandlaringiz e'zozida, hurmatida ko'rib yurish nasib etsin. Rahmat so'z bergansiz. Rahmat ayajon, tabrik so'zlaringiz uchun. Biz kelishganimizdek endi Komila ayani mikrofonimiz yoniga chorlaymiz. Komila aya, keling. Assalomu alaykum aziz kursdoshlarim, qadrdon do'stlarim, mehribon dugonalarim. Mana shu bugungi o'tirib turgan bir-birimizni ko'rib turibmiz, diydor g'animat. Mana shu kunlarga yetkazganiga Allohga ming qatla shukr. Lekin mana hammalarimiz bilasizlar, shu kunni xo'jayinim ko'rmadi. Shu kishi uchun ham shu kelib sizlar bilan uchrashib, iloyim shu kishini ruhlari shod bo'lsin deb ham shunday kuch topib mana shu bugun shu yerga keldim. Men sizlarni ko'rish uchun, sizlar bilan diydorlashish uchun shu yerga keldim. Hammalaringizni mana shu bugungi kursdoshlar o'tirish bilan tabriklayman. Oilalaringizga baxt, Alloh hammani o'z panohida asrasin, umrlaringizni ziyoda qilsin. Xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik ato qilsin. Hammaning uyida to'y bo'lsin, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, yaxshi kunlarni sheriga bo'lib yurishlik hammamizga nasib qilsin ilohim. Komila aya, sizni mana shunday kuch-quvvat topib keldim dedingiz-ku, mana shu kuch-quvvat hech qachon tark etmasin. O'tganlarimiz arsh a'lodan qarab turgan bo'lsin. Bolalariga, nabiralariga baxt tilab turgan bo'lsa, qarsak chalib bergan qo'llar tortib turgan. Azizlar, xo'p. Endi Hoji bobo taklif bo'lyapti, bir qo'shiqqa navbat berib olsak-da, chiroyli raqslarga hammani taklif qilsak. Söz ishqida vasidoim yor bahar. Sabrim tugan ormon to'la ko'nglim qolar, ishvara loyiqni allohga jonimni qolar. Men nazolim dilbar nomir bor bo'lmadim. Yaxshi, xushxo'shlik. Kavgalar, biri hicranın yüreğim buldu yüz banalar, kadravalık dedi geldim, bana bulgan yağlar. Hoşuma gir sermemişin sayımdan bormadı. Ağlarız. Bilirsen sen bilirmen, bir olmanı yargısı. Bilirsen sen bilirmen, iki baktın yıldızı. Bilirsen sen bilirmen, iki baktın yıldızı. Bilirsen sen bilirmen. Ey Toshkentli go'zal qo'l, tinglar so'zim shoshmaydi. Ey Toshkentli go'zal qo'l, tinglar so'zim shoshmaydi. Mani kutgan bir nafas, 18'den oshmaydi. Mani kutgan bir nafas, 18'den oshmaydi.
Tutashgan ikki yo'lning birisan san biriman. Tutashgan ikki yo'lning birisan san biriman. İşte ikki sohilning birisan san biriman. İşte ikki sohilning birisan san biriman. Ey toshkentlik go'zal xor, tingla so'zim shoshmaydi. Ey toshkentlik go'zal xor, tingla so'zim shoshmaydi. Hali kutganim bir nafas, 18dan oshmaydi. Mani kutganim bir nafas, 18dan oshmaydi. Shu qo'shiqlarimiz sana boshlab kelsin. Chamanni ambari, qaysi makan
Hurmatli birodarlar, sizlarga juda katta rahmat. Mana qimmatli vaqtlaringizni ajratib bizning yurtga kelib, bizlar bilan ko'rishib, do'stlar bilan uchrashib, o'zlaringizni ko'nglingizni shod qilib, biroz bo'lsa ham bizlarning ham ko'nglimizni shod qilib ketayotganlar uchun katta rahmat. Avvalambor Alloh taolo nimani niyat qilgan bo'lsa, o'sha narsa bo'ladi. Siz Allohdan nimani niyat qilgan bo'lsangiz, bu ham amalga oshadi. Faqat qalb bilan, iymon bilan, xushu bilan, yoki bo'lmasa chin dildan deymiz o'zimizni yangi tilda. O'ylaymanki, mayli yoshimiz 70lar atrofida bo'lsa ham, bundan keyin ham Alloh taolo umr bersa, yana ko'rishib turish, ko'rishish, to'ylar, tomoshalarda bir-birimizga borib kelish, mana bu adreslarimizni, manzillarimizni bir-birimizga o'tkazib uchrashib tursak juda ham yaxshi bo'ladi demoqchiman. Samarqand bir qadam, Toshkent bir qadam, bizning mamlakatimizning hamma joyi Xudoga shukr tinch, osoyishta. Shuning uchun o'ylaymanki, bizning mana bunday farovon mamlakatimizda shunday joylarda yuz ko'rishib turish kimlargadir nasib qilgandir, kimlarga nasib qilmagan. O'ylaymanki, kelgusi yillarda ham, navbatdagi yillarda ham sizlar bilan to'rt ko'z tuval uchrashamiz. Alloh o'z panohida asrasin. Doimo uyingizda barakat bo'lsin. Bolalaringizning, nevaralaringizning, qolaversa chevaralaringizning ham huzurlarini ko'ring. Shu darajaga Allohning o'zi yetkazsin. İşlerin o'ngidan kelsin. Safarlaringiz Alloh bexatar qilsin. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Juda katta rahmat shu yerga qadam bosib kelganlaringiz uchun. Biz ko'rmagan kursdoshlarimizga ham telefonlarini bilsangiz, adreslarini bersangiz, bizdan salom aytishingizni iltimos qilib so'rayman. Yana bir marta rahmat, yuzing yorug' bo'lsin. Mana hozir Bag'riddin hoji bir sizlarga tilagi bor, buni ham aytadi. Marhamat, hoji aka. Yangi axborot sizlar uchun foydali. Yana keyin 2023-yil Samarqand viloyati Ag'daryo tuman Yangiqo'rg'on Sug'onchi qishlog'iga taklif qilinamiz. 30 may. Qaysi tuman? Ag'daryo tumani Yangiqo'rg'on Sug'onchi qishlog'i. Ana shu qishloqda ko'rishishni nasib qilsin hammamizga. O'tay va Zuhraning uyiga. O'tay va Zuhra hammamiz taniymiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, mana shu taklif tushyapti. Uchrashishga harakat qilamiz. Bag'riddin aka, Bugün kelenmedi, o'tgan yil unutladi. Otashin 70 yil yoshga to'layotganlik munosabati bilan hammamizga yo'l qilib bermoqchi menimcha. Shundaymi, qizlar? Shunday deb eshitdim-da men. Obvodan. Albatta, mana bugün juda ajoyib o'tirdi, yosh kayfiyat bo'ldi. Qarib 50 yoshga bir necha soatga bo'lsa yashardik. Kayfiyatimiz a'lo bo'ldi. Mana shunday kayfiyatimizga ato etgan mana shu avvalambor mana shu shunday bir aziz yurtning mana Surxondaryo shu islom olamining bizga kirib kelishining darvozasi bo'lib xizmat qilgan. Shuning uchun ham bu yerda minglab avliyolar bor, bir aziz yurt. Mana shunday yurtning ajoyib insonlari, mana shu Ochiljon boshlik o'rtoqlarimiz, kursdoshlarimiz bizga bugun ajoyib xizmat qildilar. Mana shunday ajoyib shukrona ismiga monand to'yxona
mana shu kishining shu to'yxonaning xizmatchilariga, boshlig'iga, mana shu bizga xizmat qilgan xizmat san'atkorlarga hammasiga mana shu mehmonlar nomidan rahmat aytishga ijozat bergaysizlar. Albatta mana shu juda yaxshi gaplarni hamma aytdi. Hamma bugun degan ajoyib so'zlar tugib kelgan. Uning yakuni xulosani ham ochiqcha chiroyli qilib aytdi. Mana shu aytilgan tilak istaklarimizning ijobat bo'lishi uchun kelinglar qo'llarimizni duoga ochib Allohdan so'rab qilaylik. Kelgusi yillar tantuval yanada to'liq bo'lib kelgan qolgan kishilar o'rtoqlarimiz qo'shilib yana yuz ko'rishni Allohim nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Hurmatli qatnashchilarimiz, hozir shunday taklif qilyapti. 30-may, may atrofi bitiruvchilardan keyin bo'lganligi uchun ayrim sabablarga ko'ra sal noqulaylik bo'lyapti deyilgan. Shuning uchun 30-may emas, boshqa chiqishga ko'chirsak, Zuhra xonim tayyorlaymiz, yetkazamiz bu narsani. Qulayroqi iyun oyimi, may oyini oldinroqmi? Iyun oyi menimcha qulayroq. Mayda oldinroqmi? Mayli bo'lmasa qo'shimcha e'lon qilinadi, iloji bo'lsa aprel oylariga yo may ha, qo'shimcha e'lon qilinadi bo'lmasa aynan 30-may emas, undan sal oldinroq bo'lishi mumkin. Mana bu safar ham shu sababli 28-ga ko'chirildi. Shuning uchun mana telefonlarda hammanglar yozib qo'ydinglar. To'g'rimi? O'zgargan yangi telefonlarda telefonda yana xabarlashib, kimni telefon nomeri o'zgarsa boshqalarga xabar qilib qo'ysalaring, doimo bog'lanishda bo'lamiz. Hammalaring xush kelibsizlar. Xizmat qilganlarga rahmat, kutib hammasiga, surxondaryoliklarga hammasiga rahmat aytamiz. Duolarni qildik. Hammaga Xudo xolis berganlarga oqibat. Rahmat hammanglarga. Katta rahmat. Qodirjon, sizga ham juda katta rahmat. Mana kompyuter xizmatlarini ko'rsatib, hammaning manzillari bilan birgalikda chiqarib, xalqimizga nima qilyapsiz? Menimcha buning ham savobi katta. Kelgusi o'tirishda ana shu vaqtcha qishloq dedimi? Shuancha qishlog'ida yangi, bundan ham yaxshi, ajoyib rasmli, adresli mana ko'rgazmali qurollarga ega bo'lamiz. Kelgusi yil nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Endi bu yerda bugun agar uzoqqa ketmaychilar, uzoqqa ketuvchilar bo'lsa, bugun kechqurun qoladiganlar bo'lsa, hozir bizning uyga marhamat. Mana shu qishloqning naryoqda bizning uy. Bukvalni 5 kilometr chiqadi. Marhamat. Men uyimda mehmon qilaman. Savolaga. Kechirasiz, endi qo'shimcha tuxum qo'yapti, endi ilhom kelaveradi. Mana bu yil surxondaryoliklarning hammasi oilasidan kelib xizmat qilib bir yaxshi o'tiryaptilar. Kelgusi yil shu hamma oilasidan kelsin degan taklif qilmoqchiman. Ma'qulmi? Oilamiz bilan boramiz endi, Xudo xolasa. Ikkita hozir 4tagacha ruxsat bergan. 4tagacha ruxsat bergan prezident. 4 oyni ham boramiz. Ha, ular. Qolganlar ham. Ya, nima bu? Qaror bor, qaror. Davlat qarori chiqdi-ku. Ikkita ruxsat. Nima to'g'rimi?